Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlərini görüşünglarni qarşılayırıq. Aldı bilan xəvərlərimizin asosiy məzmunlarini tanışdırırıq. Uyghur Akadémiyesi o'zining yeni xizmət dەvrini başladı. Xitayning chet'ellerdiki bir qism Uyghurlarni o'zining tashviqotiga selishi jiddiy inkas qo'zg'amoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk komissari tunji qitim irqiy qirg'inchilikni tekshirishga chaqiriq qildi. Süy Tyenkey Amérika-Xitay münasebetining halqalıq o'tkazilib turayotganligini bildirdi. Amerika parlamenti a'zosi Xitay kompartiyasining mol mulkini to'nitish qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. iyun günü Uyghur Akadémiyesi İstanbul'da çağırgan 5. növbətlik umum yığında Uyghur Akadémiyesini özgertib qurub chiqilib, bundan keyin Uyghur Akadémiyesi vaqfisi nomida faoliyat qiladiganligini jakarladi va Uyghur Akadémiyesi vaqfisining yangi rahbarlik saylab chiqildi. Turkiya va Sherqiy Türkistanning istiqlol marshi bilan boshlangan yig'inda oldi bilan Uyghur Akadémiyesining raisi, Aygo Universiteti professori Olimjon Inoyat Uyghur Akadémiyesining 2018 yildan buyangi 3 yillik xizmatidan doklad berib, 3 yillik xizmat jarayonida qo'lga keltirilgan natijalari va yetersizliklar ustida to'xtalgan. Hamda Uyghur Akadémiyesi boshqarish hay'ati a'zolarining 2020 yilning oxirida Uyghur Akadémiyesining xizmat doirasini kengaytirish maqsadi bilan akademiyani vaqfiga aylantirishni qaror qilib, munosabatli rasmiyatlarni bajarib 2021 yili 9 may kuni rasmiy tasdiqlanganligini bildirgan. Arqadan yig'inning kun tartibi bo'yicha Uyghur Akademiya vaqfisining yangi rahbarlik hay'ati demokratik holda saylab chiqilib, 2018 yildan 2021 yilgacha Uyghur Akademiyesining bosh kotiblik vazifasini o'tagan doktor Farhod Qurbon Tangritog'li Uyghur Akademiya vaqfisining tunji qatimliq raisligiga, Olimjon Inoyat bo'lsa 11 kishilik kengash hay'atining raisi, ya'ni vaqf mutavalli hay'ati raisligiga, Abdulhamid Qarixon bilan doktor Maqbirat Kamal muavin raislikka, doktor Shavkat Nasir bosh kotiblikqa, doktor Burhan Ulug'yo'l moliya ishlar mudirligiga, doktor Roila Qashqarli, doktor Ali Ahmad Bayo'g'li boshqarish hay'ati a'zoligiga saylangan. Akademiyaning saylam qoida prinsiplariga asosan ish unimining yuqori bo'lishi uchun yangidan saylangan akademiya raisi doktor Farhod Qurbon Tangritog'li bilan birga 7 kishilik doimiy hay'at a'zolari bekitib chiqilgan. Akademiya raisi bo'lib saylangan doktor Farhod Qurbon Tangritog'li Uyghur Akademiyesining buningdan keyingi 3 yillik faoliyat plan loyihalarini tushuntirib, akademiyaning mavjud muhim ilmiy xizmatlarini davomlashtirganligini, Turkiyadagi Xitoy tahdidiga qarshi bir qator tadbir xarakterlik xizmatlarni ipordiganligini, eng muhimi Turkiyada Uyghur Akademiyesi vaqfiga qarashliq Mahmud Qashqari nomida universitet qurib chiqishni eng muhim xizmat nishoni qiladiganligidek bir qator xizmatlarni o'tirib qo'ygan. Uyghur Akademiyesi 2009 yili 9-sentabr kuni Turkiyadagi 9 Uyghur ziyolisi tomonidan qurilgan bo'lib, 12 yilga yaqin vaqt ichida nurg'un xizmatlarni qilgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon chet'ellerdiki Xitoyga moyil bir qism Uyg'urlar ijtimoiy aloqa munbarlaridan undidor TikTok, Instagram qatorliqlarda o'z kimligi bilan o'tirg'i chiqib, Xitoyni madiyalaydigan tashviqotlarni boshlagan. Bu xil kishilar o'z tashviqotida bir tarafdan Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosatini madiyalab, Uyg'urlar Xitoyda baxtli yashayotadi degan tashviqotni qilsa, yana bir tarafdan Xitoy davlatining birligi va Xitoy kompartiyasiga bo'lgan sadoqatini ifodalaydigan tashviqot faoliyatlarida bo'lgan. Yaqında TikTok to'g'ri tarqalgan bir sin filmida navbatda Koreyada yashayotgan Mardan ismli bir husn tuzash doktorining Koreyada tug'ilib, amdil 7 yoshga kirgan qizini Koreyadagi Xitoy elchixonasi o'rlashtirgan, Xitoy kompartiyasining 100 yilligini tabriklash san'at faoliyatiga qatnashtirganligini, yana ularning Koreyada tug'ilgan 2 qizini Xitoyning atalmish Junxo birligi va Xitoy kimlik tarbiyasida yetildirib, ijtimoiy aloqa munbarlarida qizlarning tili orqali Xitoyda Uyg'urlar baxtli yashayotadi degan tashviqotni berayotganligi oshkorlangan. Yaqında TikTokda tarqalgan Norvegiyada yashaydigan bir Uyg'urning Xitoyda ishlangan avtomobil va boshqa Xitoy mahsulotlarini madiyalab, Xitoycha tashviqotni bozorga sag'anligi. O'zi garchi chet elda yashayotgan bo'lsa-mu, ammo o'zini har vaqt Xitoy fuqarosi deb qaraydiganlik ko'rsatilgan. Bundaq ta'tir tashviqotlar ba'zi Xitoyparast chet el matbuotlarida yuz bergan. 26 may kuni Germaniyaning davlatlik televiziya kanalida Xitoyda turishliq muxbiri Rod Kirchner Xitoyning Uyg'ur strategiyasi, qabih va kuchlik tashviqot nomli bir program e'lon qilib, Onunda Xitoyning barliq tashviqot qurollarini ishga solib, g'arbliklarning Uyg'urlar to'g'risidagi uchurlarning hammasini yolg'on chiqarishga urinayotganligi ilgari surilgan. Hamda Xitoyning bu soxta tashviqot sepidan bir bo'lik chet elliklarning o'rnaganligi bayon qilingan. Amerikadagi Axios to'rining 20-iyun e'lon qilgan xabarda Pokiston bosh ministri Imron Xon Axios to'rining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Uyg'urlarni bostirganligini e'tirof qilishni qayta rad qilib, dunyoning boshqa joylaridagi kishilik huquq masalalarini tilga olgan. Shundaqla Xitoyning Sharqiy Turkistonda bostirish epag'anligini rad qilganligini, Xitoy bilan har qanday masala bo'lsa yepiq so'zlashadiganligini, Xitoyning o'zlarining qiyin ahvolda qolganda yordam qilganligini, shunga ularni hurmat qiladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lgandek Xitoyning o'z zulmlariga chapan yapadigan soxta tashviqotining hassalab kuchayishiga qaramay,
Uyg'urlar ustidagi zulmlarning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini munozir qilayotgan davlatlarning soni ko'paymoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin 47. qitimliq yig'inining ochilish marosimida o'zining bu yil ichida Xitoyni ziyorat qilish to'g'risida Xitoy bilan birdeklik hosil qilishini, Sherqiy Türkistonga berib Uyg'urlarning kishilik huquq dafsanchiligini tekshirishni umid qiladiganligini bildirgan. Reuters agentligining bildirishicha, bu Michel Bacheletning tunji qitim Sherqiy Türkistonni ziyorat qilish to'g'risida konkret vaqt jadvalini o'tirib qo'yish ekan. Mo'ljallanishcha seshanba kuni necha 10 davlat Birleşken Devletler Teşkilatı'dan birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoydan Birleşken Devletler Teşkilatı'ning Sherqiy Türkistonda mustaqil tekshirish olib berishni talab qiladi ekan. Michel Bacheletning ishxonasi Xitoy bilan 2018-yil 9-oydan beri Sherqiy Türkistonni ziyorat qilish to'g'risida Xitoy bilan izchil so'zlashayotgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy taraf erkin tekshirishga yo'l qo'yishni rad qilib kelgan. Michel Bachelet so'zida o'zining Xitoy bilan Sherqiy Türkistonda ziyorat bo'lishining usullari haqida davomli so'zlashadiganligini, bo'libmi kishilik huquqi eg'ir daxli taruz qilayotganligi o'tirg'i chiqayotgan ahvolda o'zining ziyorat tekshirish talabining bu yil amalga oshishini umid qiladiganligini, yana Hong Kong vaziyatidanmi andish qilayotganligini bildirib, Hong Kong xavfsizlik qonuni, Hong Kong demokratiyasi va axborotida qo'rqinchli ta'sir yaratganligini ta'kidlagan. Shuning bilan bir vaqtda Kanada boshchiligidagi necha 10 davlat seshanba kuni bexatarlik kengashiga birlashma bayonot e'lon qilib, Sherqiy Turkistondagi kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andishini ifodalagan. Bayonotda Xitoyni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissari va mustaqil kuzatuvchilarning Sherqiy Turkistonga kirishini, Uyg'ur va boshqa millatlarning kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risida ahamiyatli va cheklimasiz tekshirishga ruxsat qilishga chaqiriq qilgan. Xitoyning Amerika turishliq bosh elchisi Süy Tyenkey dushanba kuni e'lon qilgan ochiq xatida o'zining vazifasidan ayrilganligini va yaqin kelgusida Xitoyga qaytib ketadiganligini e'lon qilgan. 8 yildan buyon bu muhim diplomatik vazifani o'tagan Süy Tyenkey xatida Amerika bilan Xitoy munosabatining halqiliq o'tganligini bildirgan. Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi 21-iyun dushanba kuni kechda organ to'rida Süy Tyenkeyning Amerikada turishliq Xitoy fuqarolari bilan xo'shlashish xatini e'lon qilib, o'zining 2013-yil aprel oyidan boshlab Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi bo'lganligini, hozir Xitoy bilan Amerika munosabati halqiliq o'tkalda turayotganligini, Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatining yangi bir navbatlik qayta tashkillashni, suhbat, hamkorlik va to'qinishga qarshi turish o'rtasidagi tanlashga duch kelganligini ta'kidlagan. On 9-iyun kuni Amerika parlamenti a'zosi Wagner Amerika to'lam qonunini parlamentga sungan. Agar ma'qullansa, bu Amerika tarixida tunji bo'lib Xitoy Kompartiyasining javobgarlik tortildiganligi va iqtisodiy jihatdan jazolandiganligi hisoblangan. Amerika vakili An Wagner bir Amerika xabar to'rining ziyoratini qabul qilganda, Xitoy Kompartiyasining virusga munosabatlik ajallik uchurlarni sistemalik va qasddan ozdirib, formulab yoshirganligini, aslida Xitoy virusining butun dunyo xarakterlik tarqalishining oldini ola oladiganligini o'tirib qo'yib, Xitoy Kompartiyasining bu harakatining xalqaro qonunga bevosita xiloflik qilganligini, Amerika to'lam qonuni ma'qullanadigan vaqtning kelganligini, Xitoy Kompartiyasining axloqsiz va xatarli qilmishlari uchun badal to'laydigan vaqtining kelganligini bildirgan. Amerika to'lam qonunining iqtisodiy jihatdan Xitoy Kompartiyasi bilan hisoblashishdagi konkret tavsiyalar bo'lsa, Xitoy Kompartiyasining Amerikadagi mol-mulklarini to'nglatish, ikki taraflik to'lam kelishimi hosil qilishga majburlash, fond ta'sis qilib Xitoy virus yuqumining Amerikaga keltirgan ziyinni to'lash, Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlat salohiyatini bekor qilish, Xitoyning Dunyo bankisidan taraqqiyot qarzi olish salohiyatini bekor qilish, Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'da alohida imtiyozini bekor qilish, Amerikaning omonat mablag'ini Xitoyga mablag' selishdan cheklash, Xitoy Kompartiyasining amaldorlari va ularning oila tavobatlari, bilimlilik huquqini o'g'irlaydigan, nazorat qilish, so'zish, tekshirish qatnashadigan va Xitoy virus yuqumidan foydalanadigan Xitoy o'rinlariga jazo va sayohat cheklamasi qo'yish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xabarlarimizga ko'ngilliq rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.